Telefon. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti hamda uning hududiy bo'linmalari xodimlari bilan hamkorlikda Toshkent shahrida qizni behayo foto va videolarni tarqatib yuborish bilan qo'rqitgan tovlamachining jinoyatiga chek qo'yildi. 1999-yilda tug'ilgan qiz ichki ishlar organlariga ariza bilan murojaat qilgan. Unda 1995-yilda tug'ilgan shaxs qizning turli xildagi behayo foto suratlarini tarqatmaslik va oila a'zolariga ko'rsatib sharmanda qilmaslik evaziga 3000 AQSh dollar miqdoridagi pullarni talab qilib kelayotganligini ma'lum qilib, uning bunday xatti-harakatlariga qonuniy chora ko'rishni so'ragan. O'tkazilgan tezkor tadbir natijasida Toshkent shahar Mirobod tumanida tovlamachi shaxs jabrlanuvchidan talab qilib kelgan 3000 AQSh dollar miqdoridagi pullarni olgan vaqtda tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan tovlamachilik jinoyatini sodir etgan shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Agarda tovlamachilik jinoyatini sodir etgan yoki sodir etmoqchi bo'lgan xatti-harakatdagi shaxslar haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, zudlik bilan ichki ishlar organlariga murojaat qilishingizni so'rab qolamiz. Shaxsingiz sir saqlanishi kafolatlanadi. Hurmatli fuqarolar, sizning xavfsizligingiz ichki ishlar organlari tomonidan ishonchli va qonun ustuvorligi asosida himoyalanadi.